Diqqat, shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Dam olish kunlari O'zbekistonda yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. 21 fevral kuni Turkmaniston orqali mamlakatimizga nam va salqin havo oqimlari kirib keladi. Tun va ertalab ko'pchilik viloyatlarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatilishi kutilmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda yomg'ir qorga aylanadi. Ayrim joylarga sel kelish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda 20-25 metr/sekundgacha kuchayadi. Kunduz kunlari havo harorati +9-14 daraja, kechalari esa 4 darajalik atrofida bo'ladi. Afg'onistonda kuzatilgan 6 ballik yer silkinishi O'zbekiston hududlarida ham sezildi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatida 2-3 ball, Qashqadaryo viloyatida 2 ball, Jizzax viloyatida 2 ballni tashkil qilgan. O'zingiz va oilangizni asrang.